Assalomu alaykum hammaga. Hozir biz sizlar bilan Prezident maktabiga kirish imtihon testlarini matematika fani bo'yicha bitta mantiqiy masalasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, savolni o'qib eshittiraman. Diagrammada kub 64 detsimetr kub hajmga ega. Mana bu diagrammadan endi bizga berilayotgan savol x ning qiymatini toping degan savol bizga berilyapti. Xo'p, hajmning formulasini sizlarga yozadigan bo'lsam, kub uchun hajmning formulasi barcha tomonlarini parametrlarni ko'paytmasiga teng bo'ladi. Bu yerda hamma parametrlari bir xil teng bo'lganligi uchun bitta x qiymatni yozamiz va uni kubga ko'tarib qo'ysak, bizda kubning hajmi kelib chiqadi. Bizda bu yerda kubning hajmini beryapti 64 detsimetr kub deb va bizdan so'rayotgan narsa bitta tomonining uzunligini so'rayapti. Bu yerda nima ish qilamiz? Kubning hajmi bizda 64 detsimetr kubga teng. 64 detsimetr kubga tenglikdan foydalanib, ikkalasini ham kub ildiziga tushirib olamiz. Bu yerda nechani 3 marta o'ziga ko'paytirsa 64 ga teng degan savolni berib ham x ning qiymatini topishimiz mumkin. Bu son bizda x 4 ga teng bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, ikkalasini ham kub darajaga ko'taradigan bo'lsak, x ning kubi, ya'ni 4 ning 3 marta o'ziga ko'paytmasi. Bu 64 ga teng bo'ladi. Va bizdan bu yerdan kelib chiqyaptiki, x ning qiymati 4 ga teng ekan. Va bitta joyiga yaxshilab e'tibor berishimiz kerak. Bu joyi bizda savolda santimetrda so'rayapti. Biz esa x ning qiymatini topdik 4 detsimetrda. Biz bu detsimetrdan birligini santimetrga olib o'tishimiz kerak bo'ladi. Bizga ma'lumki 10 santimetr 1 detsimetrga teng. Shundan foydalanib turib 4 detsimetrimizni biz santimetrda 40 santimetrga teng deb hisoblashimiz kerak bo'ladi. Variantlarda ham 4, 8, 40 va 6 variantlarni berilyapti. Agar biz 4 detsimetrda topib turib A variantini olib javob deb oladigan bo'lsak, bu bizda qat'iyan xato hisoblanadi. Santimetrda so'ralayotgani uchun biz santimetrda berilgan javobni olishimiz kerak bo'ladi. Ushbu masala sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, sizlardan uzr so'rab qo'yaman va keyingi videolarda uchrashguncha deb xayrlashib qolaman.